Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi obyektimizga yetib kelib oldik. Ko'lanish jarayonlarini ham boshlab olganmiz. Furqat tumani Tomosha mahallasidamiz. Ikkita kalodis, bitta qopqoq o'rnatib bering deyishadi. Mana shu nomerlar bizning nomerimiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Tortib ketishligi uchun alohida qopqoqlari ham bor. Bo'lib qolsa ikkitani kalodisda o'rnatib bergani kelganmiz. Mana ko'lanish jarayonlari olib borilmoqda. Ko'lanish jarayonlarimiz. Mana shunday tomirlar ham chiqib turadi ko'lash davomida. Mana tomirlarni ham kesib olib ko'layapmiz.